Mana shu ofisimiz ertaga kutubxona bo'lib qolib ketadi. Hamma joyiga biza fontan qo'yamiz, hamma joyiga. Fontanlarimiz yo'q edi. Suxoy fontanlar Toshkentdagidek eng zo'r turar joy majmualarining oldida qanaqangi bo'lgan bo'lsa, xuddi o'shanaqangi fontan, o'shanaqangi narsalar bo'ladi. Faqat bog'chamiz Yaponiya standarti bo'yicha o'qitadigan, mana Samarqandda ochdik yaqinda, endi bu yerdagi ochlar hammasi bir xil tizim, bir xil anov bo'yicha ketadi. Sizlarda golf karlarimiz bor. Biz uje olib kelib qo'yganmiz. Bu yerga ham keladi, olib keladi. Hamma anovga golf kardan chiqarib, kirgizib, shirkatga telefon qilasiz, o'zlari olib chiqib, o'zlari olib kirib qo'yib ana qiladi. Jamoamiz ishlayapti, lekin hech qaysisi shunchaki qo'l uchida qilib ketayotganimiz yo'q. Jonimiz bilan qilyapmiz. 21 gacha deb bolalarga qo'ydik. Aprelda oxirida bitta kelib ko'rasizlar. Mana shu bog'ida qancha o'zgardi. O'tgan safar bir ekskursiya qilganimda aytuvdilaringizda klassik boshlanmadimi ana deb ko'rayotgan bo'lsalaringiz kerak, hammasini etap-metap olib kelib ana qilyapmiz. Xudo xohlasa hammasini vaqtida anonisida topshiramiz. Kirib ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, podez, dom, hamma anonisini. Xuddi o'sha narsa to'liq o'sha atmosfera, o'sha ruh davom etyapti. Hech bittasida ko'rsatib qolganlarida shunday o'tib ketadigan oddiy qilib qilayotganimiz yo'q. Faqat yo'ldosh bilan maslahatlashib ana qilganimizda bir yosh kattalarni chaqirib bir so'raylik. Biza juda katta detskiy plashatkamiz borda, o'rtada kelsalaringiz men ko'rsataman. Shu joyga mana high-techni ichida ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana shu yerda juda katta detskiy plashatkasi bor. Ana shu detskiy plashatkamizda hozir biza stayankamiz 1074 tada. Mana bu yer o'zi park bo'lyapti. Bu yerda proyekti juda o'zgardi. Boshqacha park. Game plan qayerda? Ko'rsatamiz. Boshqacha park. O'sha yerdagi detskiy plashatkamizni hozir o'rtalarga ham oldik. Yana mana shu joyga hozirgi eng zamonaviy hamano basketbol bilan tennis qo'ysak. Hamma joyiga biz fontan qo'yapmiz. Hamma joyiga. Fontanlarimiz yo'q edi. Hozir fontan qo'yapmiz. Nima uchun? Yoz har yilgidan har xil anov bo'lyapti. Eng jazirama anov bo'lyapti ham. O'sha uchun fontanlar qo'yapmiz. Birortasi xavfsiz bo'ladi ona. Nevarangiz o'zi chiqsa ham nima deydi? Basseyn emas, tushib ketmaydi. Suxoy fontanlar Toshkentdagidek eng zo'r turar joy majmualarining oldida qanaqangi bo'lgan bo'lsa, xuddi o'shanaqangi fontan, o'shanaqangi narsalar bo'ladi. Xudo xohlasa. Agar sizlar rozimisiz bitta shuni biz yosh katta mana shu yerdan xonadon olganlardan so'rab qilmoqchimiz. Tennis bilan basketbolni stadion qilmoqchimiz. Nima deysiz? Bu bizaga ortiqcha xarajat, ortiqcha anovi, lekin bitta ertaga topshiradigan turar joy kompleksimizda juda anov bo'ladi, zo'r bo'ladi. Keyin faqat sizlarga yana bir aytib o'tmoqchi edik. Avvalgi turar joy topshirgan turar joy komplekslarimizda ham odamlarga bochka qo'ymanglar, biza juda katta rezervuar tashlab ketamiz-da suv uchun. Suvlaringiz постоянный bo'ladi. O'chmaydi. Bunaqangi nima deydi? Uylaringizning ichiga faqat bochka qo'ymaysizlar bo'ldi. Prosta o'zlaringizdan olaringiz uchun ham ortiqcha rasxod, ham ortiqcha xarajat bo'ladi. Buni bizlar hammasinikini hozir masalan bitta mana shu joydagiga 1,5 ming deb 15 ming tonnalik suv zapas bo'lyapti. Uni 500 litrdan bo'lsangiz ham mana shu yerga juda anov narsa bo'lib ketadi. Shuning uchun suvlaringizga, anovlaringizga shunaqangi narsalar qo'ymasalaringiz, biz bu yog'ini hammasini idealni qilib o'sha ko'rsatgan remontimiz, qilib bergan, aytgan narsalarimiz bilan topshirib beramiz. Demak, amalga shu proyektdan hozir o'zgartirganlaringiz yaxshi bo'lsa bo'lyapti, lekin yomon narsaga o'zgartirmaymiz, ha. Detskiy plashatkan bo'ladi. Ha, qarang. Katta detskiy plashatkalari bor. O'zi mana shular ko'p domlarga qarasangiz, maydagina 4 ta o'yinchoq qo'yib qo'yadi-ku. Maydagina o'yinchoq birortasida bo'lmaydi. Hammasi eng katta, eng oxirgi zamonaviy narsalar qilinadi. Bu yerda detskiy plashatkalaringiz bor. Bu yerda ham bo'ladi hozir ichida eng katta. Har bitta detskiy plashatkamizda bir vaqt o'zida bittasida 100 ta bola o'ynashi mumkin. Normativ bo'yicha mana shu xonadonlarda ichidan 25 ta bola chiqiladi. O'z normativi bo'yicha. 100 ta bolaga detskiy plashatkasi bor. Faqat mana shu joyiga bizlar basketbol bilan tennis qo'ysak, mana bu yerga fontan qo'yib bermoqchimiz. Bu yerda. Bu nima uchun? Faqat mana shu yerda yopiq joyi uchun bo'lyapti. Bu. Bularda o'ziniki bor, hammasiniki. Hammasida o'zini ichida. Hozir mana. Hammasini ichida bor, o'zida.
Undan tashqari, mana bugun biz oxirgi kelishuvni qildik aka bilan ham. Men oldilaringizdagi eng katta bog' va eng katta detik plashatka ham shu yerda tushadi. Chedan tushadi. Mana shu joyda, mana shu joyda. Bu yerda ikkita fontan, mana ikkita fontan, bitta bunaqangi, ikkita suxoy fontan. Mana bu yerda katta bolalar o'ynaydigan joyi. Mana shu ofisimiz ertaga kutubxona bo'lib qolib ketadi. Bu hozir biz yaqin orada u yoqqa ko'chamiz. Ertaga mustaqillik bayramimizda bu yer kutubxonasini ochib beramiz. Bu tomonlaringizda faqat muzqaymoq, shunaqangi kafe ana bilan. Mana bu narsa navoiyxona bo'lyapti. Bu navoiyxona 5 xil non chiqaradi. Hamma narsa o'zlaringizda, yonlaringizda anoda bo'ladi, xudo xohlasa. Mana bu ikkita narsamizni topshirganimizdan premium bilan maktabimizda ham birdan topshirib berib ketamiz. Maktabimiz o'sha ustozimizga, Muhammad Ali ustozga berilgan yuksalish maktabi. Faqat bog'chamiz Yaponiya standarti bo'yicha o'qitadigan, mana Samarqandda ochdik yaqinda, endi bu yerdagi ochlar hammasi bir xil tizim, bir xil anov bo'yicha ketaveradi. Masalan, ko'chadan kelib birov farzandini shu yerga o'qishga qo'yaman desa, bog'chaga ular 1 million 800 ming, 1 million 600 ming bo'ladigan bo'lsa, shu yerdan xonadon olgan odamlardagi 5 yilgacha 1 million bo'ladi. Hammasidan 50% arzon bo'ladi. Bog'chasi ham nima narsa foydalanadi. Bu yerda biz shirkat qilyapmiz, hamma loyihamizda shirkatlarimiz to'lovini ichida sport plashatkalarimiz, detik plashatka, bolalar o'qiydigan joy hammasi tekin. Faqat shirkat to'lovini ichida. Sizlar podyezdlaringiz Toshkentdagi, Samarqanddagi eng toza, har kun qarab turiladigan joy. Bog'laringiz bunaqangi rasso qarovsiz bo'lib qolib ketmaydigan bo'ladi. Bizda eslaringizda bo'lsa, boshida aytdim, mashina kirgizmaymiz-da. Asosan mana shu narsalarda, manerlarda qoladi. Sizlarda golf karlarimiz bor. Biz уже olib kelib qo'yganmiz. Berdiki ham keladi, olib keladi. Hamma anoga golf kardan chiqarib, kirgizib, shirkatga telefon qilasiz, o'zlari olib chiqib, o'zlari olib kirib qo'yib ana qiladi. Hech qachon xudo xohlasa nima. Ekologik toza anosi bo'ladi. O'sha golf karlarni olib kelib, sen o'zingnikini. Hamma joydikini olib kelib, qo'yib, ko'rsatib, klientlar kelsa olib kirib ko'rsatish uchun sharoit qilib, mana shuni anaqa qilib qo'yib beringlar. Shu narsalarni so'ramoqchi edik. Sizlarni yana bir bor ko'rganimizdan xursandmiz. Kelib duo qilib turingizlar. Ko'p bolalar, ko'p jamoamiz ishlayapti, lekin hech qaysisi shunchaki qo'l uchida qilib ketayotganimiz yo'q. Jonimiz bilan qilyapmiz. Xudo xohlasa, sizlardan olgan bir so'mimiz ham halol farzandimizga, ota-onamizga yetkazadigan bo'lib ana qilaylik deb. Charchamaysizlar, sog' bo'lingizlar. Iloh. Hozir xudo xohlasa aprelda mana oxiriga biz 21 gacha deb bolalarga qo'ydik. Aprelda oxirida bitta kelib ko'rasizlar, mana shu bog'ida qancha o'zgarish bo'lgan. Biz bitta hasharda boshlasak 500-600 kishigacha odam olib kelib ishlaymiz. Bu yerlarda xudo xohlasa juda tez qilib ketamiz. Charchamaysizlar, sog' bo'lingizlar. Remontlari o'sha va'da bergan remontlarimiz xuddi o'shanday bo'ladi. Biz hozir buni hammasini qilib topshiramiz. Bunisi yiliga high-techimiz, klassik bilan high-techni topshirayotgan paytimiz sizlarga kalitlari bilan topshirib beramiz. Hech qanaqa so'roqdan. Har bir kelgan odam men nima uchun to'layapman, uyim qayerga keldi degan savol bo'lmasligi uchun biz hammasini mana bosqichma-bosqich ko'tarib keldik. Mana bu tomonlar hozir 4-etajga keldi. 3-4 ana unisi. U yoq ham 3-4. Mana shunday kelyapmiz hozir. Liftlik domlarimizni boshladik. Xudo xohlasa sizlar 26-iyunda bayramda juda katta bayram qilamiz. Yaxshi Qashqadaryoga, O'zbekistonga mos, xos artist olib kelib bayram qilamiz. O'shanda ko'rasiz, klassikdan olganlardiki, o'sha mana shu yergacha pashti ko'tarilib bo'lgan bo'ladi. Bu yog'i anonisi qoladi. Bir kun ham to'xtatmasdan bosib ishlayapmiz. Xudo xohlasa. Charchamaysiz, sog' bo'lingizlar. Bu uchxona aholijon. Bu spanlisi, bu detski. Devorlarimni qo'yiladi. Hammasi shuni tayyor. Endi siz bilan qanday shartnoma qilganmiz? Siz bilan qanday kelishganmiz? Shartnomangizga qaraysiz. Shartnomangizdagi bor narsani qilib beramiz. Remont shunaqa bo'lish uchun qo'shimcha to'lov bo'lish kerak. Endi idealni shunday bo'lmasa ham qilamiz. Bundan ham foydalanamiz. Ekoplitlardan ham, masalan, zalingiz bo'lsa, ikki taraf aboy bo'ladi, o'zini dizayn ishlaymiz. Birga ishlaymiz uni. Emulsiya bo'lib qolib ketmaydi. Unisiga men garantiya beraman, emulsiya bo'lib qolib ketmaydi. Endi remont payti kelsin, men sizga aniq-aniq qilaman. Balkim bizlar qiladigan xarajat mana shu narsaga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, hisoblab chiqamiz, to'g'ri kelsa, men shunday qilib beramiz. Bu premium stilda qilingan. Kvadrat qancha olib? Buni 73 qolajon. Ha, 73. O'sha tepadan tepasi o'sha 77. Balkon ham qo'shilyapti. Balkondan ham sizlar foydalanasizlar. Pastdagi qo'shni kelib foydalanmaydi. Balkon necha kvadrat bo'ladi? Balkon bo'lsa
2,5 yo 3 kvadrat bo'ladi. Balkondan endi nima? Dilavit. Chiqasiz, bir bakal kofe icharsiz, toza havo. Ha. Mana hozir topshiriq berib ketdi. Mana shu yerga qaraganda umuman xuddi chet elda mehmonxonada turganday turasiz. Xuddi gaznicada turganday. O'zi rahbar kelib bizlarga topshiriqlar berdi. Xudo xohlasa, mana shu oyda 21-sigacha harakat qilamiz. Uxlamasak uxlamaymiz, harakat qilamiz. Sizlar faqat duo qilib tursalaringiz bo'ldi. Ko'p odamlar yana bitta narsani noto'g'ri tushunadi. Masalan, 26-da ochamiz deyapti-ku, kirib yashayman deb o'ylaydi. U narsa bo'lmaydi. 2 yil deyilgan-ku, hali 1 yil bo'ldi. 2 yil ichida bizlar qurib bitkazishimiz kerak. Hozir masalan, mana bu domga kiritib yashatsak, kanalizatsiya ulanmagan. Mana endi boshladik. Suv yo'q. Bu yerda yashaganda ana bo'lmaydi. Loyga botib, Ha. qumga do'qish yuradimi? Asnoviy bu yerda o'ylaydigan sizlarning sog'liqlaringiz, farzandlaringizning xavfsizligi. Chunki har xil texnika ishlaydi, boshqa bo'ladi. O'zi qurilish bitmagan joyga odam kirgizib yashash umuman nizomda ham yo'q. Mumkin emas u narsa. Buni hayt klassikda qurib bitkazaylik, o'zi masofa sal uzoqlashadi-ku, keyin bu yoqqa kirgizib odamlarni kanalizatsiya suv gazini ulaganimizdan keyin kirib yashayveradi. Qarang, приблизительно kelasi yil shu paytini mo'ljallasak. Avvalo xudo. Masalan, bitta narsa yanvar fevral oyi ishlanmadi. Mana ko'rgan bo'lsalaringiz, mana loylar, toshlar deyarli ishlanmadi. Aslida hamma narsa texnika. Betonni ham texnika ko'taradi, boshqa qiladi. Yomg'ir, qor bo'ldi, ko'rdilaringiz. Samarqandda bo'lmagan qor yomg'ir Shahrisabzda bo'ldi. Qovuq bo'ldi. Ustalar ham shu bizga o'xshagan odam. Nargi tumandan kelib, berga ishlayapti, Sherda aholisi ishlayapti. Hamma shu Sherda aholisi. Endi xudo xolasa men o'zi keldik, rahbar keldidan bizga hamma topshiriqni berib, endi bu yerda hozir 100 ta, 150 ta odam ishlayotgan bo'lsa, bir qiziqishga kelingizlar, 3 kun 4 kunda bizlar hamma materiallar yig'ib olaylik. Mana shunday bo'ladi. Kamida 400-500 ta odam. Birov suvni qilayotgan bo'ladi, birov buyoq tozalayotgan bo'ladi, buyoq qurayotgan bo'ladi. U yana bitta savol, kanalizatsiya общий bitta bo'ladimi yo har bitta domniki abdinami? Yo'q, masalan, mana shu domniki bitta chiqadidan kanalizatsiya 150 dan chiqyaptimi 200 ga ulanadi. 200 dan yog'i 250 ga. Общийga ulanadi. Ha, u masalan общийga pastga ketadi, pajarning oldiga. Minglik turbaga ulanadi. Kanalizatsiya o'zi anaga 100-150 diametri borki, ulanib ketaveradi. To'xtalish qo'y. Domniki bitta joyga qo'lami deb. Yo'q, ketadi, kanalizatsiya ketadi 4 kilometr. Mana aka shaxsiy domla shunday bo'lyapti. Yo'q, bu yerda kunday emas. Chunki domni bitta bo'lsa kanalizatsiya yaxshi bo'lishi kerak. Birinchi o'chir. Shartnomamizda mebel qo'shilmaganlar bo'layotgan bo'lsa, ichimizga keyin aytsak ham Ha, uni keyin qo'shimchalik masalan, xohlang o'zingiz, xohlang bizga aniqing. Ha. Biz o'zimiz mebel sex bor. Misol uchun sizlar Hozir mebel seximizda ham masalan oldin kichkinagina bo'lsa, hozir juda katta ochdi. Hamma narsa texnologiya, hammasini Anvarda o'zi har 2-3 kunda mana shu narsa bilan Xitoyda. Har xil dizayn. Masalan, Anvar shunday yondashaki, zo'ri bo'lsin. Eng zo'ri menda bo'lsin dedi. Mayli, masalan 8 so'm, 10 so'm topmay, 2 so'm topmay, lekin xalqqa eng zo'rini qilib beray dedi. shuni eshitganimiz uchun ham yuksalish mebellari yaxshi deyilgani uchun ham misol uchun shartnomamizga qo'shilmagan bo'lsa ham keyin bemalol zakaz qilib Zakaz qilsangiz bo'ladi aka. Hamma narsani qilib beramiz. Shartnomaga 2 yil deyilgan. Avgust oyiga oluvdik. Avgustga emas, Qarang. 1 yil bo'ladi. Qachon bitadi? Shartnomaga bizlar fundament to'kilgandan keyin agar shartnomani to'g'ri o'qib chiqsalaringiz 36 oy deyilgan. Fundament to'kilgandan keyin o'shandan keyin hisoblab boshlaymiz. Undan ham ertachi mana 10 yillikka kirgani qadar aytishdi-ku. Harakat qilamiz. Undan ham tez, masalan, hozir bizlar iyun oyida boshladik. Hali 1 yil bo'lgani yo'q, lekin 1 yil qilgan ishimizda bunday qarang, hammasini inson zoti qo'li bilan qilyapti. Texnika ishlab tashlamayapti Xitoyga o'xshab. Bizlar o'zimiz bergan va'daga oldinroq ketyapmiz. Yana bizlar 2 oy minusimiz bor bo'ldi dedi. Yanvar fevral ishlanmadi, qor, yomg'ir ishlanmadi. Sherda xalqi o'zi ko'rib turibdi, bilib turibdi. Xullas 27-yil chiqadi. Kirib yashashmi? Xudo xolasa, ha. Sizlar duo qilib tursalaringiz, pulni vaqtida to'lab tursalaringiz yaxshi bo'ladi. Biz qancha tez qutulsak shuncha yaxshi. Shunda hamma qancha qutulsa, hamma yaxshi niyat bilan olgan. Hech kim masalan, men pulimni оборотga gaz bo'ladi. Gaz bo'ladi.
Yo'q, ana qo'yib beramiz. Duh konturni. Mana xonalarga qarangizlar, hamma narsa отоплениyaga moslashtirilgan. O'sha gaz bilan bo'ladimi? Ha, o'zingiz yoqasiz, o'zingizga kerakli gradusni qo'yasiz. Ha, endi shuni ichiga joylashtiramiz, xudo xolasa. O'zi gazlanadi. O'zingiz qo'shasiz. Oldin birinchi boshlagan paytda общий kotelni bo'ladi degandi. Общий kotel bo'lmaydi, endi Общий kotel bo'lmaydi. Hammani o'zini xonadan o'zi yoqib o'chiradi, o'zi sovqatsa yoqadi gazni, ispetsa o'chiradi. Shunday tizim bo'ladi.